Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Alloh nurlar va barakalar yog'ilsin inshaalloh. Biz mana bismillahirrohmanirrohim deb Slovakiya mamlakatiga kirib keldik. Mana shu Slovakiya mamlakati bo'ladi azizlar. Quruq sovuq bo'lyapti. Juda ham sovuq. 4 gradus. Qor yo'q, lekin sovuq. Uylarini, fasonlari. Mana shunaqa Slovakiya mamlakati. Qishloqchalarning ichidan kesib olib ketyapmiz inshaalloh. Xudo xolasa yana bir 2 kilometr qoldi. 2 kilometrdan keyin yuklarni tushirib olsak, keyin yangi yukka olib bergan tomoniga qarab yuramizda. Barchaga yaxshi kayfiyat, qiziqroq, chiroyliroq manzaralar bo'lsa, albatta sizlar bilan ulashib ko'rsatib boramiz inshaalloh. Barchaga yaxshi kayfiyat, charchamanglar.